Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. U taqdir sizni nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol, Muso va Xizr alayhissalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotgandi. Xizr alayhissalom shunday bordida, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissaning nihoyasida Xizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat, desangiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha reysga ulgurmaganim, samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir-chaqir qilib keluvdingiz, ulgurmadingiz. Uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mo'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turuvdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi, dengizning narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni shat tortib qo'yatuvdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'nglingga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'nglingga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi.